atiga mashinangizni 5 marta moyka qildirishingiz puliga sizlarga zo'r karcher olib kelib qo'yganmiz. Narxini videoning oxirida aytib o'taman. Ungacha videoga bitta like bosib, oxirigacha ko'rib turinglar. Karcherni ishlashini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Mana bu shlankasi komplekt, hammasi filtrlargacha o'zida chiqadi. Shuni solib qo'yasizlar, o'zi tortib oladi. Mana bu joydan bitta yoqamiz. Ishlashni boshladi. Bosganda ishlaydi, quyib yuborganda o'chadi. Sepishini birgalikda ko'ramiz va mashinamizni ko'rsatamiz. Mana bu joydan keng qilib yoki tochka qilib sepsanglar bo'ladi mana. Karcherimizni ishlashini o'zingizlar ko'rdinglar. Naporga bitta baho berib qo'yasizlar. Narxi atiga 580 ming so'm. 580 ming so'mga 10 martalab arziydi. Komplektida o'ziga kerakli pistolet, shlankalar, hamma narsa chiqadi. Hattoki kichkina bo'lsa ham mana bunaqa pena bachokigacha bor. Narxi 580 mingdan xarid qilishga ulgurib qolinglar. Murojaat uchun pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.